man, dahshat zo'r challenge olaman. Hammaga salom sizlar bilan men Monsterman. Bugungi videoda juda ham zo'r challenge olamiz. Boshidan boshlanganday, masalan, bitta mana shu yerga kelamiz. Bir kalik brainrotni olamiz skateboardlarda va bu yerdan olib qochishimiz kerak bo'ladi. Biz ancha zo'r bo'lib ketishimiz kerak. Hozir ko'ramiz. Boshqalarning bazasini ko'ramiz. Bu chiqib ketdi bu hozir. Yo! Trillion biz ham shunday bo'lsak kerak. Bu yerdan hozir bu yerda jump bor ekan, bu yerda speed bor ekan, bu yerda yangi roller olsa bo'lar ekan, yangi shunaqa olsa bo'lar ekan. Bu yerda sel zona bor ekan. Endi tepaga chiqa olamizmi biz? Endi tepaga chiqa olamizmi? Chiqa olmasak ikkani olib ketamiz. Ikka qani? Bu ikka turibdi. Yo'q, tasha. 308 kani olamiz va bazaga olib borib buni kuchaytirsa bo'ladimi, yo'qmi? Kuchaytirsa bo'ladimi, yo'qmi? Kuchaytirsa bo'lardi ekan. Bu menga bersin brainrotini. Nima bu meniki deyapti lekin. Ha, bu kuchaytirilgan ekan. Вот так masala, bu kuchaytirilgan ekan. Aytdim. Halgacha videoni ko'rib like bosmay turgan bo'lsanglar, обязательно bosib qo'yinglar. Chunki biz 1000 ta bo'lishimiz kerak. Bunda sizlarning hissalaring juda ham ko'p bo'ladi. Shuning uchun обязательно like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'sh, biz endi bu yerda nima? Bu yerda bir nima Robuxga narsalar. Bu yerda jump, speed, jump, speed. Endi ketdik. Endi ikkinchi zonadan ham o'tishimiz ham mumkin. Balki yo'q. Bu yerdan o'ta olamizmikan? Yo'q, ozgina qoldi. Menga ber buni 12 kani. 8 ga bu yerda 3 ga bu yerda 10 kalar. 12 kani menga bersa bo'lardi. Bu yerda carry'ni ham kuchaytirsa bo'lar ekan. Carry zona bor ekan. Wow, biz 10 ka olib oldik. Bizda 1 ka, 5 ka, 10 ka. 1 ka, 5 ka, 10 ka zo'r ketyapti. Bu yerdan mana bu brainrotlarni kuchaytirsak, mening brainrotim sekundiga qancha beryapti? 14,5 ka beryapti. Buncha kam. Yediganlar bo'lsa ko'p. Sizlarniki bundan ham ko'p. Va bu yerdan o'tamiz. Endi 3-bazaga borsak kerak. Endi 3-bazaga bora olsak kerak. 3-bazaga bordik. Undan keyingisiga bora olamizmi? Yo'q. Uncha yaqinlashmadik ham desa ham bo'ladi. 152 ka, 140 ka, 35 ka. Bu yerda anvolar bor ekan. 152 ka. Ha, bu yerda eng kattasi o'zi shu ekan. Vay! Nerdan sakraymiz? Sakrashimiz, jumpimizni kuchaytirishimiz kerak deganimda 152 ga olib keldim. Hozir bizda reverse bo'lar ekan 1 million pulga. Pulimizni 2x mi 1x mi qilib berar ekan. 1 million pul 100 qanchaga beryapti? 176 ga beryapti sekundiga. O'ylamanglar 1 oyda deb. Shunaqa o'ylaydiganlar bo'lsa tez chiqinglar, 1 oyda emas, sekundiga 200 ka. Men carry'ni kuchaytirishim kerak. Carry 1 million carry kuchaytirdim. Endi mana bularda bo'ldi. Hozir yana narsa olib kelamiz. Biz eng zo'r anaqa trillionlar qilib borishimiz kerak bu o'yinda. Xo'sh, bizda 3 million pul bor, yaxshi. Bu yerdan kelib turib buni kuchaytirsak bo'ladi. Endi ketdik yana bitta. Endi anchasiga borib qolsak kerak. Va bu yerda
bir sakra bo'ladimi nima? Oo, biz 3-siga bordik, 4-siga bora olamizmi? Va zato biz Kerrini kuchaytirganmiz. Endi qaranglar. 1 millionlikdan olib ketaman hozir. 1 million 7 1 million 2 million million qoch urib yubormasin bular. Va biz bazaga 1 million 2 million olib keldik. Bu 1,7 million kuchaytiramiz. Pulni yig'amiz va yana kuchaytiramiz. Kuchaytirsa ham ancha bizga pul keladi. Shuning uchun yana kuchaytiramiz. Bu bizga 2 million pul beryapti. Juda ham zo'r. 30 qancha pulimiz bor? 40-50 million pulimiz bor. Pulimiz nima? Shuncha yig'gan pul yo'qib ketarmidi hammasi? Vay, kuchaytirib olishim kerak edi brain rotlarni. Sakrashni ham ko'proq kuchaytirish kerak, speedni ham, ikkalasini ham kuchaytirish kerak. Endi keyingi bazaga o'ta olamanmi? Keyingi bazaga o'ta olsam kerak. Men hozir suyuq rang bazaga o'tdimmi yoki sarimi? Ha, suyuq rang bazaga o'tgan ekanman. Keyingi bazaga hali bor ekan. Давайте лайки блок. Qiziq bo'lishi uchun лайки blok olib ochib ko'ramiz. Qani uyga borib olaylik, bazamizga keyin ochamiz. Va mana keldik, buni qo'yib ochish kerakmi yo? Va mana like bosinglar yaxshi narsa tushadi. Qaranglar. Like bosinglar yaxshi narsa tushadi. Voy, like bosmabsizlar. 150 ga buni nima qilaman? 1 millionlar bor edi. Baribir like bosmabsizlar. Qani bu yerda sell zona. Buni olamiz. Buni ham olamiz. Yo'q. Buni olamiz. Buni sigma bo'yida qoldirsammi? Yo'q. Shu ikkalasi ancha pul ishlab turibdi. Rebursga 500 million kerak. 500 million yo'q bizda hozir. Biz sell zonaga borib sotib kelamiz. Keyin tezliklarni yuqoriga sakrashni kuchaytiramiz. Wow, 500 million bo'lay deb qoldi. Bizda bunaqa narsa bor edi-ku. 100 millionlik olamiz va bu yerdan sakrash tezlik va bizni tezligimiz qancha? Bizni tezligimiz 96 bo'lib ketibdi. Jumpimiz bilmayman. Endi men zonaga easy chiqamiz desam easy emas ekan. Easy peasy very squeezy. Bu 14 million qancha bor? Kam sekundi bor ekan. Shuni olib turamiz. Buni olamiz. 13 million. 8 million. Tasha. 16 millionni olamiz. Yo'q. Mening juda ham zo'r brain rotim ikkita. Endi bizda nimalar bor? Yaxshirog'idan qo'limizdagi eng qimmati ekan, buni olib borib qo'yamiz. Biz keyin dahshat yig'amiz pulni. Hozir bizda eng qimmat brain rot bu Sigma Boy 2 million topadi. Endi biz 16 million 18 million olib keldik. Va biz endi mana uni 20 million qila olamiz. 25 million qildik. Mana buni ham ozgina kuchaytirib qo'yamiz. Mana
25 milyon bo'ldi bu ham. Ikkalasi ham bir xil bo'ldi. Endi 1 millionlik skateboard olamiz. Yana 1 millionlik skateboard, 1 milliardlik skateboard. Mana keyingisi 100 milliard, 10 trilliard, trilliard. Chiqib shu. Biz yana Kerrini kuchaytirishimiz kerak. Bizda 2 milliard bor. Zo'r. Kerri 1 milliard kuchaytiramiz. Bularni olamiz. Jump. Keyingi zonaga chiqa olamizmi endi? Chiqa olsak kerak deb o'ylayapman. Yo'q. Keyingi zonaga chiqa olamizmi, yo'qmi? Chiqa olamizmi, yo'qmi? Vay, ozgina yetmay qoldi. 14 million. Legenda 13 million. 10 million. 15 million, 13 million. Mana uni olamiz. Va mana uni olamiz. Keyin qochamiz. Suramiz bu yerdan, betladan yo'qib ketamiz biz. Va biz kuchayib qaytamiz bu yerlarga, kuchayib qaytamiz. Mana ular, mana uni ham joylashtiramiz va bizga juda ham ko'p pul 10 milliardlik skateboard olamanmi? 10 milliard bo'ldi. 10 milliardlik skateboard bormidi yo 100 milliardlik bormidi? Hozir shuni ko'ramiz. 10 milliardlik yo'q ekan, 100 milliardlik bor ekan. Afsuski yo'q ekan. Va mana endi chiqa olsak kerak deb o'ylayapman. Oho, Yo'q. Bunisiga chiqamiz. Narg'isiga chiqa olamizmi? Chiqa oldik. Bunisiga chiqa olamizmi, yo'qmi? Yo'q, bunga ham ozgina kerak ekan, ozgina. Men hozir 25 million, 50 million, 48 millionliklar bor. 30, 60, 87 million, 31 million, 101 million. Qaranglar, men dahshat ish qilaman hozir. Hanerdagi men olmoqchi bo'lgan bir notim yo'qolib ketdi. Undan zo'ri chiqdi. Qaytamiz. Tez qaytamiz. Riskga qaytamiz, chunki undan zo'ri chiqib qoldi. Men qidirib yurgan bir notdan zo'ri chiqib qoldi va bizda 100 million sekundiga 100 million so'm. 100 million dollar ekan bu hali. So'm emas. Va biz buni nima qilamiz? Buni 155 million kuchaytirsam ekan. Yo, keyingi bazaga ozgina qo'yamiz. Keyingi bazaga chiqishga kuchaytiraman brainrotlarni. Buni. Va endi chiqa olamiz deb o'ylayman. Nimaga unday bo'lyapti bu? Ketdik. Undan keyingisiga ham go chiq. Voy, ozgina yetmayapti. Ozgina biz bu yerda qanaqa brainrot olamiz? 121 million. Biz ikkita brainrot olishimiz kerak. Bu menga tegmaymi? Menga tegimlar ekan. Qiziq bo'lishi uchun Lucky Block olib ko'ramiz. Agar yaxshirog'i chiqib qolmasa Lucky Block. Lucky Block yo'qib ketdi, lekin o'rniga 151 million pul topadigan
brainrot bor. Hozir judayam ko'p pul yig'ib qo'ygan bo'ladi. O'yin salqotyapti. Hozir bizga judayam ko'p pul yig'ib qo'ygan bo'ladi bu brainrotlar. 100 milliardlarmi? Nimaga bular 40-50 milliard pul yig'yapti? O 89 milliard. Yangi skateboardgami harakat? 101 milliard mana. Bazani qaytib ko'chirib 10 millionga. Biz bazani kuchaytirib qo'yapmiz va mana bo'ldi. Endi qolgan narsalarni ham kuchaytiramiz. Skateboard nima qilib beradi bilmayapman-da shu. Skateboard mana roller degan narsa nima qilib beradi? 100 milliard. 20% birini qo'shib beraman. Va biz endi yetamiz. Endi yetamiz. Yetdik. Undan keyingisiga. Yo'q, yetolmarkanmiz. Qorasi ekan undan keyingisi. Biz bitta dahshat brainrotni oldik. Yana 1 milliardlik chiq. Mening kerim necha 3 ta brainrot olsam bo'ladimi? 3 ta brainrot. Kerim 3 ha? Hozir kerimni ko'raman men. Keri uchmas ekan. 3 bo'lish uchun ancha pul kerak ekan. Biz hozir mana 1 millionlar kerak emas bizga. 1 millionlar. 14 million ham kerak emas. Mana u ham kerak emas, bu ham kerak emas. No sigaram kerak emas bizga. Endi bo'ldi. 1.5 milliard sekundiga 1 milliard sekundiga hozir bular pul yig'ib kuchaytiramiz, ko'ramiz qancha bo'ladi. 1.5 milliard qaraylar. Qanchaga? 200 milliardga kuchaytiramiz. Hozir biz buni 200 milliardga 200 уже pul qolmadimi? Mana yana kuchaytir, обязательно kuchaytiramiz. Buni 5 milliard qilish kerak. 5 milliard qilish kerak. Yana bitta. Buni ham. Bu qancha topyapti? 1.8 milliard. Buni bitta kuchaytirib 2 milliard qildik. Endi buni 5 milliard qilish kerak. 4.2 milliard turibdi. Nerlardan ham pul olamiz va 2 milliard qilamiz. 5 milliard qilamiz. 5 milliard bo'la qol. Tezroq 5 milliard. 5 milliard. To'xtanglar mana shu yerda. Bo'ldi. Hammaga xayr, sizlar bilan men